yaqin joylashuvda favqulodda to'p uzatmalari emas, yakka kurashlarda ham OKM yuta boshlayapti. Xotirjamroq hujumlar bo'lyapti. Mana bu yerda ham yana bir hujum va gol bo'lishi mumkin va gol! Xurshid G'iyosov qanday chiroyli gol uryapti do'stlar. 22-tur bezagi. Hammasi golga qarab borayotganda OKMkda va ular raqib darvozasini ishg'ol etdi. Bunyodkor himoyasi, endi bu harakat shunchaki ajoyib. Ko'ramiz. Mana bu yerda o'yindan tashqari holat yo'q va darvozabonni qanday chiroyli tarzda aldayapti G'iyosov. Araqiro pas berdi, juda chiroyli harakat va hisob ochilyapti. Nodirbek Abdurazzoqov o'zi mana shu tarzda qanotga yaponiyalik futbolchiga to'pni yetkazib bergandi. Endi Abdumavlon kutmadi Xurshiddan bu qadar chiroyli o'ynashini. Mana shu yerda baribir o'sha Nosirjon Abdusalomov yuqorida va Barubar hisob tenglashdi. Najmiddin Normurodov mavsumda o'zining mana shunday chiroyli gollarni raqiblar darvozasiga joylashda davom etyapti. Bu safar Bunyodkor himoyachisi havodagi kurashda mehmon futbolchilarni dog'da qoldiryapti. Barubar mana ikkinchi qavatda kurash. Yuqorida Abdusalomov ko'tardi, Najmiddin Normurodov ikki futbolchi bilan deyarli yonma-yon turgan raqib o'yinchilari bilan va ulardan yuqoriroq sakray oldi. Mana havodagi kurashda OKMK o'yinchisi yiqildi. Ko'raylikchi, qoida buzilmaganmi bu yerda? Hoppa. Yo'q, u bosh bilan raqib darvoza tomon zarba bergan. Avazbek O'lmasaliyev kurashda yutqazib qo'ydi. Nodir Abdurazzoqov to'p yonida, butun jamoa deyarli ichkariga bordi. Darvozabonning xatosi va gol! OKMK yana hisobda oldinga chiqib olyapti. Nodir Abdurazzoqov o'z hisobiga gol yozib qo'ymoqda. Bugun Abdumavlo Abdujalilov ba'zi epizodlarda o'ziga o'xshamayapti. To'pga chiqishda jiddiy xatoga yo'l qo'ydi va buning oqibatida to'p uning darvozasidan o'rin egallayapti. Mana. Oldinroqqa chiqib to'pni urib ham yubormadi. Va ushlab olishga harakat qildi. Natijada to'p sirpanib chiqib ketdi. 2-1 darvozabonning xatosi qimmatga tushdi. Azizbek To'lqinbekov yosh futbolchi, Abdulazizxon Abdurashidov u ham yosh o'yinchilardan biri. Ahmad Aliyev hozir keskin yurish, Olmaliq jamoasida jarima maydonchasiga kirib kelindi, zarba gol! Xurshid Bunyodkorni endi qaytib olish qiyin bo'ladi. E'tibor beramiz. Mana bu vaziyatda pas va Nikolas Mali juda qo'pol xatoga yo'l qo'ydi. Ya'ni boshqa to'p bilan emas, to'psiz ketayotgan futbolchiga e'tibor qaratdi. Endi Aziz Xolmurod mana bu yerda Xurshid to'pni o'ziga moslashtirib oldi va chiroyli tarzda to'p jarima maydonchasigacha yetkazib berilmasa kerak. Yo'q, yuqoridan ko'tarildi jarima maydonchasiga, havoda kurash. To'p qaytdi. Sanchez Ruben pas berdi. Nodir Abdurazzoqovdan uzatma, darvozabondan to'p o'tib ketdi. Penalti so'rayapti. U to'pga baribir bora olmasdi, ulgurmasdi degan. U darvozabon ortida to'pni bo'sh qolgan darvozaga boshi bilan kiritishga penalti qo'yildi. Ruben Sanchez duelda qatnashadi. Sanchez gol urdi. Markazga to'pni qadab qo'ydi. To'ruber qarishi juda ham qiyin bo'ladi. Mana darvozabonni aldab markazga juda kuchli tepdi. Baribir qaysi tomongadir darvozabon aldanmasa ham tashlanishini hisobga olib, Sanchez markazga to'pni tepgan. A'lo darajada bajaryapti va hisob to'g'ri. Valijon Rahimov ham gol o'tkazib yuborishi mumkin. Hisob yana kattalashib ketishi mumkin. Bunyodkor o'yinni butunlay tashlab qo'ydi. Bunyodkorda hammasi izdan chiqib ketdi. Yuqoridan kurash va gol! 5-1. Mana
Avazbek O'lmasaliyev sobiq jamoasi darvozasini ishg'ol etyapti. Bunyodkorda hammasi o'xshayapti. Okemkada hammasi o'xshayapti. Bunyodkorda hammasi ortga qarab ketyapti. Himoya uxlab qolyapti. 5-1. Burchakdan to'p boshirildi, keyin sal orqaga to'p qaytarildi. Havodagi kurashda, bu kurashda himoyachilar to'liq boy berdi. Hop, Bugarin ulgurmadi, kelib oldindagi himoyachi Papava bilan bo'lib qoldi. Bundan foydalangan O'lmasaliyev to'pni darvozaga joyladi. 4 ta golni Abdumavlon Abdujalilov o'tkazgan bo'lsa, Valijon Rahimov ham mana maydonga tushib birinchi golni
Neftchi muxlislari hozir davondan turib o'yinni kuzatishyapti. Juda balanddan turib kuzatishyapti. Penalti qo'yildi. Penalti qizash. Cheranning yonidagi o'yinchining qo'liga to'p tegdi deb baholayapti Cheran. Yana ko'ramiz. Bu rakursdan yaxshi ko'rinadi. Qarang. Hop, qarang to'pga. Muhim gol bo'ladi. Bo'lmasa yomon bo'ladi. Cheran gol urdi. Nasaf oldinga chiqib oldi. Navoiydan 3 ochko bilan qaytadi. Katta ehtimol gol bilan peshonasidan o'pib qo'ydi. O'yin esdan chiqadi. Hisob abadiy qoladi. Qoladigan hisob. Cheran oyog'ini uzmasdan darvozabonni chalg'itdi. Bu mumkin. Mana bir to'xtab oldi. Oyoqlari yerdan uzilmadi. Shuning uchun to'g'ri bajarildi. Penaltini bajarish va bu yerda